Assalomu alaykum aziz muxlislar, sog'-omonmisiz? Mana yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga ko'rsatib beradigan taomim Yangi yil dasturxoni uchun juda ham chiroyli chiqadigan va albatta eng sevimli taomlardan biri bu xolodez. Demak, sizlarga bugun xolodezni tayyorlashni o'rgataman. Demak, bizga kerak bo'ladi ikkita tuyoq. Ularni birinchi qaynatib oldim. Suvini to'kib tashadim. Qaynab chiqqan suvini to'kib tashab, yangi suvga tuyoqlarimizni solib oldim. Va albatta tabga ko'ra o'zinglar go'sht solasizlar. Men shuncha go'sht soldim. Videoda ko'rib turgan go'shtlarni soldim. Demak, ko'piklarni olib tashlaymiz qaynab chiqqandan so'ng. Va albatta anchagina qaynaydi. Tabga ko'ra tuz, lavroviy lis, murch soldik. Va 9 soat qaynadi menda xolodez. Orada zelin bilan chesnoqlarni soldim. Videoda ko'rsatib o'tganlarimdek hammasini solib, juda ham shirin, juda ham mazali, chiroyli taom chiqdi. Xohlasanglar bezak uchun sabzi solsanglar bo'ladi. Men soldim. Oldingi videolarimda esa tuxum solganman. Demak, xuddi shunaqa ukrop va chesnok soldim. Qaynab chiqqandan so'ng, ancha qaynagandan keyin solasizlar. 5 soat qaynagandan keyin soldim men. Ancha go'shtlari serkib, suvlari kamayib qolgandan keyin soldim. Maydalab to'g'rab sovordim. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham zo'r chiqadi. Mazasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga yana yangi yil qutlug' kelishini so'rab qolaman. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, barcha niyatlariga erishsin. 2025-yil barchamizga omadli, xayrli yil kelsin. Videoga like bosishni, obuna bo'lishni, do'stinglarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar. Sizlarni keyingi videolarim yana ko'rishlik nasib qilishini istab qolaman. Xayr, salomat bo'linglar. Barchangizga rahmat.